Tanlangan asarlar: Ozod Sharofiddinov. Ma'naviy kamolot yo'llarida. Tilda hikmat ko'p. Tilimizning hozirgi ahvolini o'ylaganda tez-tez Abdulla Qahhorning kuyib, yonib aytgan bir gapi yodimga tushadi. Ko'chada biror odamni qoidani buzsa, darrov militsionerni hushtaga tushirlaydi. Qoida buzari mo'maygina jarima to'laydi. Nega endi tilimizni pisand qilmaydiganlar, uni har qadamda buzib rasvo qilayotganlarning mushugini hech kim tish demaydi? Haqiqatan ham nega? Axir ko'cha qoidasi qayoqda-yu butun boshli bir millatning eng noyob, eng aziz boyligi hisoblanmish til qayoqda? Nazarimda, so'nggi 30 yillar mobaynida til bobida katta o'zgarishlar bo'ldi. Lekin ularning ichida ijobiylari bo'lgani kabi tilimizning zarariga ishlaydiganlari ham ko'p edi. Ahyon-ahyonda sahroda adashgan yolg'iz yo'lovchining faryodidek biron bir odamning zorlanishi eshitilib qolmasa, tildagi bu salbiy tamoyillar hech kimning parvoyiga kelmaydigandek tuyuladi. Go'yo til qal'asi bedarvoza qolgandek. Unda istagan odam istagan hunarini ko'rsatishi mumkindek. Hatto til haqidagi qonun qabul qilingandan keyin ham ahvol tubdan o'zgardi, deb qayta ayta olamiz. Shuning uchun ham yaqinda Xalq so'zi gazetasida atoqli yozuvchimiz Odil Yoqubovning e'lon qilingan maqolasi ayni muddao bo'ldi. Maqolada tilimizning an'analari haqida yaxshi gap aytilyaptimi, uning so'z boyligi to'g'ri kelgancha bilib bo'lmay o'zgartiraverish mumkin emasligi, til bobida zo'ravonlik etmasligi, aynan shu sohada hamma narsani 7 o'lchab bir kesish zarur ekanligini ta'kidlangan. Men maqolada ilgari suriladigan deyarli hamma fikrlarga qo'shilaman. Chindan ham, so'nggi 10 yil ichida o'zbek tiliga singishib ketgan allaqachon uning o'z mulki bo'lib qolgan ko'pgina so'zlarni keng xalq ommasi tushunmaydigan sun'iy so'zlar bilan almashtirish tamoyili keng tarqaldi. Bu tamoyil butun bir osagan bo'lsa-da, hali butunlay o'tib ketgani yo'q. Har xil ilmgohu tayyorgohlar, nihoya-yu jaridalar, yana boshqa yuzlab, balki minglab yasama iboralar chala tug'ilgan boladay sovuq ko'rinishiga qaramay hammani yoqini bosib ketgandi. Qiziq, tilning sofligi uchun bunaqa kurash avvallari ham sodir bo'lgandi. Masalan, 20-yillarda yo'qsil, simchiroq, jinarava, otasharava, yoritqich kabi so'zlarni tilga olib kirishga urinishlar bo'lgan. Lekin o'shanda ham xuddi keyingi paytlardagi kabi til bunaqa yasama so'zlarni qabul qilmadi. Afsuski, biz tarixiy tajribalarimizda doimiy tayanib ulardan xulosalar chiqarib, xatolarni takrorlamay ish yuritishga ham o'rgangan emasmiz. Holbuki 20-yillar tajribasida o'z-o'zidan bitta xulosa kelib chiqadi. Xalqaro bir-birlari bilan iqtisodiy aloqalarga kirishmay yashayvermaganlaridek, ularning tillari ham bir-birlarida ta'sirlanmasdan rivojlana olmaydi. Ularning so'z boyliklari hamisha bir-birlariga ko'chib, bir-birlarini to'ldirib turgan turli elatlar va yurtlar o'rtasida qatnagan karvonlar turli-tuman buyumlargina emas, bu buyumlarning nomlarini ham tashigan, bir-biridan oziqlanish, bir-biridan hisobiga boyish til rivojining asosiy qonunlaridan biridir. Bu hodisa hech kimning xohishiga bog'liq emas. O'z oldiga qo'yiladigan to'siqlarni ham tan olmaydi. Masalan, rus tiliga yuzlab, balki minglab turkiy arabiy so'zlari kirib qolgan va ular bugun ham jonli so'zlashuv tilida o'z mavqeini saqlab qolgan. Masalan, kioski aslida ko'shk, kolbasa aslida qo'lbosti, Qarovul esa qorovul, admiral esa amir al-bahr, algebra asli aljabr. Bu ro'yxatni uzoq davom ettirish mumkin. Xuddi shuningdek, yunon, lotin, rus va boshqa tillardan ham o'zbek tiliga kirib o'zlashib ketgan so'zlar ko'p. Qizig'i shundaki, bu jarayon kecha boshlangan emas, balki chuqur tarixiy ildizlarga ega. Masalan, 1000 yil avval Beruniy boshqa atoqli mutafakkirlarimiz filosofiya, kategoriyus kabi atamalardan keng foydalanishgan. Yoxud fanlarni tavsif qilganda ratsionalniye nauki tushunchasini bugun bizga o'xshab ratsional ilmlar deb atashmagan, balki ilmiy aqliya deya
deb chiroyli, juda sharqona va juda tushunarli shaklda qo'llashgan. 20-asrga kelib bu aloqalar juda kuchayadi va muayyan ijtimoiy-iqtisodiy sabablarga ko'ra o'zbek tiliga ko'plab baynalminal so'zlar kirib keldi. Bugungi kunda har qancha urinmay ularning hammaga manzur bo'ladigan muqobillarini topish qiyin. Masalan, elektr, radio, telefon, telegraf, telegramma, bank, kassa, kompyuter, robot, kosmos va hokazolar. Bunga o'xshash so'zlar ongimizga shu qadar singib ketganki, biz ularni o'zbek so'zlari deb qabul qilavermaymiz va bundan hech qanday noqulaylik sezmaymiz. Ularni albatta boshqa o'zbekcha so'zlar bilan almashtirishga urinish behuda bir ish bo'lur edi. Behuda urinish esa ma'lumki belni sindiradi. Bular yana bir karra shuni isbot qildiki, til borasida sira ham shoshma-shosharlik yetmaydi. Tilda qaysi so'zlar yashab qoladi-yu, qaysilari iste'moldan chiqib yo'q bo'lib ketadi. Buni faqat hayotning o'zi hal qiladi. Tilda hikmat ko'p. Til xalqning, millatning eng katta boyligi, eng qutlug' ne'matdir. Avvalo, Alloh taolo xalqlariga tilni in'om etgan ekan, bandalarini o'zi muloqotda qiynalmasin, bir-birlarini anglab, ehtiyojlarini o'zaro tushunib, bir-birlariga mehribon bo'lsin deya maqsadni ko'zlagan. Shu bilan birga mening bandalarim hayvonlardan ajralib tursin, ularni tabiatdagi eng oliy mavjudot sifatida yaratganim tilda ham sezilib tursin degan niyat ham bo'lishi kerak. Har holda tilning yaratilishida aql bovar qilmaydigan uyg'unlik, maqsadga muvofiqlik bor. Tasavvur qilingki, bir kun ertalab uyg'onib qarasangiz, har bir odamning o'z tili bor. Ertalabdanoq mashmashalar boshlanadi. Er o'z tilida, xotin o'z tilida gaplashadi. Ota bolani, qiz onani tushunmaydi. Ko'chada, ishda ham ahvol shu. Xo'sh, nima bo'ladi? Shunda nima bo'lardi? Qiyomatning kattasi boshlanadi. Ming qatlashkurki, unday yaratilmaganmiz. Qolaversa tilimizda tariximiz, madaniyatimiz, ma'naviyatimiz saqlanib qolgan. Maqolalar va matallarda turli iboralarda avlod ajdodlarimizning qay tarzda yashagani, qanaqa rasm-rusumlarga amal qilgani muhrlanib qolgan. Rahmatli buvim oddiygina qishloq ayol bo'lgan bo'lsalarda, juda chechan, har gapga biror matal yoki maqol qo'shib gapiruvchi edilar. Ba'zan meni koyib qolganlarida, "Buvijon, nega hadeb koyaverasiz? Axir nevarangizman-ku" desam, "Nevaram bo'lsang nima, go'rimga o't qalarmiding?" der edilar. Men bu gapga tushunmasdim. Savolga go'rni unga o't qalashning nima daxli borligini bila olmasdim. Shu zaylda yillar o'tdi. 60-yillarda Hindlarning buyuk dohiysi Javoharlal Neru olamdan o'tdi. Uning dafn marosimi matbuotda batafsil yoritildi. Ma'lum bo'ldiki, hindlar hozir ham o'lgan odamning jasadini gulxanda yondirib, qulini Ganga daryosiga sepib yuborishar ekan. Neruning vasiyatiga ko'ra uning jasadi yonadigan gulxanga eng sevimli nevarasi o't qo'yibdi. Birdan buvimning o'sha naqlni esladim. Demak, bir zamonlar bizda ham jasad yoqilgan ekanda. Demak, gulxanga o't qo'yish nevara uchun eng faxrli ish bo'lgan ekanda. Bundan chiqadiki, o'sha ibora kamida 2-3 ming yillik tarixga ega. Ana ko'rdingizmi? Tilimizda bunday iboralar qancha. Tariximizni o'rganishga, o'zligimizni tushunishimizda ularning ahamiyati yo'qmi? Ha, tilda chindan ham hikmat ko'p. Shunday ekan, tilni himoya qilish, uning rivoji uchun real zamin yaratmoq bugungi kunning g'oyatda muhim vazifasidir. Buni o'qigan ba'zi odamlar jiddiy e'tiroz bildirishi mumkin. Nega vahima qilyapsiz? Axir o'zbek tilida davlat tili maqomi berildi. Davlat tashkilotlarida davlat tilida ish yuritilyapti. Til komissiyasi muntazam ishlab turibdi. Atamalar qo'mitasi faoliyat ko'rsatyapti. Joylarning nomlari o'zgartirilyapti. Asta-sekin lotin alifbosiga ko'chilyapti. To'g'ri, ayniqsa mustaqillik yillarida o'zbek tilining ravnaqiga alohida e'tibor berilyapti, lekin baribir til borasidagi bugungi ahvoldan to'la qoniqish hosil qilish qiyin. Jumladan, til haqidagi qonunda o'zbek bo'lmagan fuqarolarga zarur hollarda o'zbek tilini o'rganish uchun 8 yil muddat berilgan. Aslida shu muddatni ayrim o'zbeklarga bermoq kerak ekan. Gap shundaki, sho'ro zamonida tilni haqqa ko'chirgan, o'zini ona tilidan ikkita jumlani bir-biriga qo'shib gapira olmaydigan, faqat rus tilida bulbuli go'yodek qiladigan amaldorlar ko'payib ketgan. Albatta,
Rus tilini yoxud boshqa xalqning tilini bilish nuqson emas, aksincha bu fazilat. Ammo shu shart bilanki, bunday odam, ayniqsa mansabdor bo'lsa, birinchi navbatda o'zini ona tilini mukammal bilmog'i kerak. Afsuski, amalda bunday bo'lmayotir. Hozir ham turli toifadagi mansabdorlar ichida o'zbek tilida o'qish va yozish u yoqda tursin, eplab gapira olmaydiganlar ham tez-tez uchrab turibdi. Men shunday amaldorlarni bilamanki, ular til bilmaganliklarini sababli xalq ichida kira olmaydilar. Uning dardini eshitib ko'ngliga qo'l sola olmaydi. Faqat kabinetda o'tirib rahbarlik qiladi. Rahbarlikning bunaqa usuli esa mustaqillik davriga mutlaqo yarashmaydigan, allaqachon eskirib bo'lgan, bugun odamlarni faqat norozilik tug'diradigan usuldir. Kezi kelganda yana bir gapni aytmoq kerak. Til haqidagi qonunda qisqa muddatda hamma idorada ish yuritishni davlat tiliga ko'chirish nazarda tutilgan edi. Avvaliga bu ish ancha hafsala bilan boshlandi va ko'pgina tashkilotlar chindan ham davlat tilida ish yurita boshladilar. Ammo nazorat susaygani sezilgach, ba'zi bir tashkilotlar oradan ko'p o'tmay bu ishni yig'ishtirib qo'ydilar. Buning oqibatida bugungi kunda ham ko'p farmoyishlar, buyruqlar, ko'rsatmalar, qo'llanmalar to'g'ridan-to'g'ri rus tilida tayyorlanyapti. Yozishmalar ham muntazam ravishda davlat tilida yuritilmayapti deb bo'lmaydi. Yana bir masala. Ma'lumki, bugungi kunda har xil firmalar, jamoalar, jamg'armalar, uyushmalar, banklar, korporatsiyalar va hissadorlik jamiyatlari va boshqa tashkilotlar ko'payib ketgan. Ularning hammasi ham o'z nomiga ega bo'lishga intiladi. Bu qonuniy istak, unga e'tiroz bildirib bo'lmaydi albatta. Ammo ular tanlagan nomlar ko'p hollarda shunaqa besunaqay, qo'pol, shunaqay yasamaki, bu sifatlari bilan tilimizni buzishdan boshqasiga yaramayapti. O'z meva sabzavot, tuzum savdo deyishdimi? Uzdun robitami? Hatto yaqinda gazetada bosilgan e'londa o'zbek qahva degan ham o'qib qoldik. Afsuski, bularni kim o'ylab topgani ma'lum emas. Shunisi ma'lumki, ularning didi nihoyatda o'tmas. Ona tili oldida o'z burchini mutlaqo his qilmaydi. Eng yomoni shuki, bunaqa shumshuk muomala haddan tashqari ko'payib ketgan va ular hozirgi kunda har qanday nazoratdan chetda qolgan. Tilning tabiatiga mos kelmaydigan bunaqa yasama so'zlarni zo'rlik bilan tilga olish o'zini ona tilini ham, millatini ham yesmaslikdan boshqa narsa emas. Yuqorida ayrim mansabdor shaxslarning o'zbek tilini yetarli bilmasligi haqida gapirdik. Adolat yuzasidan aytish kerakki, ona tili chala biladiganlarning safi faqat mansabdorlar bilan tugamaydi. Ming taassuflar bo'lsinkim, bu safda ona tilimizni boyligini saqlash, barkamolligi uchun kurashmog'i zarur bo'lgan ziyolilarimizning turli guruhlari ham bor. Bu guruhlarni nomma-nom sanab ko'rsatish mushkul. Televizor ekranida gapni eplab gapira olmaydigan, so'z boyligini nihoyatda qashshoq bo'lgandan, nima derdik deb duduqlanib turadigan tuppa-tuzuk odamlarni ko'p ko'rganmiz. Afsuski, ularning orqasida yozuvchi va munaqqidlar ham uchrab turadi. Bugungi tilimizning rivojiga jiddiy xavf tug'dirayotgan omillardan yana biri televideniyadir. To'g'ri, so'nggi yillarda TVda ko'pgina ijodiy izlanishlar bo'lyapti. TV xodimlar ko'rsatuvlarning rang-barang bilan maroqli bo'lishi uchun jiddiy izlanmoqdalar. Bundan ko'z yumgan holda aytmoq kerakki, til borasida talabchanlik TVda juda susayib ketdi. Nazarimda ayniqsa yosh jurnalistlarning til borasidagi faoliyatlari butunlay nazoratsiz qolib ketganga o'xshaydi. Negaki ko'p hollarda eng oddiy, eng birlamchi savod yetishmaydi. Ega bilan kesim, qaratqich bilan tushum kelishiga farqlanmaydi. Qo'shma gaplar tuzishda palapartishliklar bor. Uslubning nozik jihatlari sira e'tibor berilmaydi. Masalan, tajribali sharhlovchilardan biri jumlani men sizlarga deb boshlab, to'g'risida aytib berdik deb tamom qiladi. Yoki bo'lmasa, janglarda falonchilarning ko'pgina harbiy texnikasi asir olindi deydi. Axir texnika asir olinmaydi-ku, o'lja olinadi-ku. Yoxud boshqa bir boshlovchi sizni ajoyib uchrashuv kutadi deydi. Bir qarashda bu jumlada hech qanday g'alatilik yo'qdek ko'rinadi. Lekin tuzukroq o'ylab qaralsa, uning rus tilida so'zma-so'z tarjima qilingani o'zbek tilining tabiatiga monand emasligini payqash qiyin emas.
Til bobida bunday ham yomonroq tajribalar bor. So'nggi yillarda TV jurnalistlari o'rtasida chiroyli gapirishga intiluvchilar ko'payib ketdi. Masalan, dehqon dalaga chiqdi degan oddiygina gapni aytmoq uchun ko'z ilg'amas ufqlar ortidan zarrin nurlarni asta taratib, bugun butun borliqqa tabassum ato qilib bosh ko'tarib kelayotgan, quyoshdan jilolanayotgan, adirlar bag'rida yastanib yotgan bog' orasida o'tgan ilonsiz so'qmoq bo'ylab qo'lidagi rayhonni hitlay jonlarga rohat baxsh etuvchi musaffo tong havosidan to'yib nafas olib, hali ohori to'kilmagan kirza etigini gursillatib dalaga yo'l olgan bobo dehqonni ko'rdi degan uzundan uzoq chigal jumlalarni chakalazorga sizni yetaklaydi. TVda aynan shunga o'xshagan o'ta didsizlik bilan tuzilgan, chuchmal, ensani qotiradigan, ma'nosi g'arib jumlalar ko'p uchraydi. Bunday balandparvoz uslub fikrsizlikdan va savodsizlikdan o'zga narsa emas. Uslubdagi balandparvozlik bilan birga yoxud shu shaklda niqoblangan holda tilimizda yana bir illat ancha-muncha tomir yoymoqda. Bu ezmachilikdir. Abdulla Qahhor uni adabiy ezmalik deb atagan edi. Odamlar har xil bo'ladi. Ularning orasida ezmalar ham bor albatta, lekin hozir boshqa ezmalik haqida gap ketyapti. Turli-tuman yig'inlarda, majlislarda tutquruvsiz pul va bema'ni uzundan-uzun paysab odamlarni vaqtini o'g'irlaydigan ezmalarni nazarda tutyapmiz. Hozir ayniqsa to'ylarda ular ko'p uchramoqda. Adib Mirmuhsin ularni suratini yaxshi chizyapti. Kosagul bo'lishini kasb qilib olgan bir sergap kimsa so'zini nuqtasi yo'q, mikrofonni og'ziga olib borib yutib yuborguday shaqillab gapirib turibdi. Ana o'ziga bino qo'yib tinimsiz shaqillovchi kimsa odamlarning ko'ziga naqadar sovuq ko'rinishini payqarmikin? Albatta bunaqa ezmalik va jamoatchilikka ham ona tilimizga jurnalistikadan o'zga narsa emas. Hurmatsizlikdan o'zga narsa emas. Axir hech qachon tilning go'zalligi jumlalarga tizilgan so'zlarning miqdori bilan o'lchangan emas. Aksincha, juda ixcham shakllangan, teran ma'no jamlangan hollarda jamoatchilik jumla muallifning mahoratiga tan beradi. Buyuk shoirlarimiz ona tiliga bunaqa mohir munosabatlarning yuksak namunalarini bergan. Abdulla To'qay umrining so'ngida yaratgan kichkina she'rida shunday misra bor. Kirlanib bitdim o'zim, dunyoni poklay olmadim. Buni qarang. Bor yo'q 6 ta so'z, ammo 6 ta oddiy so'zda bir odamning butun biografiyasi. Biografiyasigina emas, yoshlikdagi orzu, umidlari, ideallari, dunyoni poklash yo'lidagi kurashlari, ularni behuda chiqqani, aksincha o'zi kirlanib bitgani hammasi jo bo'libdi. Qani endi hammamiz ham shunaqa muxtasar va yana ma'nodor gapiradigan bo'lsak. Mazkur maqolada men atayin misollarni ko'paytirganim yo'q. Negaki shundoq ham ona tilimizning kamoloti yo'lida sa'y-harakatlarimiz kuchaytirish kerakligi yaqqol sezilib turibdi. Tilimiz hamon parvarishga va himoyaga muhtoj. Ammo savol tug'iladi. Tilni qanday parvarishlash kerak? Nima qilib tilni himoya qilsa bo'ladi? Men aminmanki, ona tilimizni himoya qilish, uni teran o'rganishdan boshlanmog'i lozim. Faqat tilshunoslargina emas, yozuvchilar yoxud jurnalistlargina emas, hamma, butun xalq, butun millat o'z tilini jamiki boyliklar va imkoniyatlarini samarali istifoda qilmog'i uchun juda boy lug'at zaxirasiga ega bo'lmog'i, imkoni boricha so'zlarning ildizini, kelib chiqishini, zamon va makondagi sarguzashtlarni bilmog'i kerak. Tilimizni yaxshi bilsak, uni har xil behuda xuruchlardan himoya qila olamiz. Bir misol keltiray. 80-yillarda bo'lsa kerak, bir rus olimi Moskvada chiqadigan gazetada katta maqola e'lon qilib, o'zbeklar dinga berilish kuchayib ketyapti deb da'vo qilgan edi. Bu da'voning isboti uchun Yalla ansamblining nomini eslab, bu so'z "Ya Alloh" degan olingan degan. Holbuki u butunlay noto'g'ri. Yalla qadimiy turkiy so'z. U yol yoxud yal degan so'zdan kelib chiqqan. Yal, hordiq, rohat, dam olish, istirohat degan ma'nolarni beradi va xuddi shu shaklda bugungi tatar tilidan keng qo'llaniladi.
O'zbek tilida ham shunday mashhur qo'shiqda 3tami 4ta bo'lib olib yallovlashaylik deyiladiki, bu fakt ham yuqoridagi so'zni hech qanaqa diniy mazmuni yo'qligidan dalolat beradi. Ammo shunisi ham tabiiyki, tilning bunaqa nozik tomonlari hamma ham bilavermaydi. Bundan ko'pchilik mutaxassislar, tilshunoslar yordam kelmog'i zarur. Bizda til sirlarini maroqli bayon qiladigan yozuvchilarning bu boradagi mahoratlarini ochadigan kitoblar yo'q darajada. Shu paytga qadar 2-3 ta ruscha-o'zbekcha lug'atni aytmasa, etimologik lug'at, shevalar lug'ati, arxaik so'zlar lug'ati, antonim va sinonim so'zlar lug'ati yo'q. Bir vaqtlar kasb-u kor terminlari, hunarmandlik terminlaridan bir ikkita lug'at chiqarilgan edi. Afsuski, bu ish ham chala qolib ketdi. Abdulla Qodiriy, Cho'lpon, Oybek, G'afurg'ulom, Abdulla Qahhor kabi yozuvchilarning lug'atini chiqarish bugungi kunda, ya'ni kompyuter asrida uncha murakkab emas-ku. O'tgan asrning buyuk yozuvchilaridan biri Anton Pavlovich Chexov aytgan edi: odamda hamma narsa chiroyli bo'lmog'i kerak. Kiyim-kechagi ham, fe'l-atvori ham, husni ham, men buning yoniga tili ham degan qo'shib qo'yardim. Har bir odamning tili nafaqat shirin bo'lsa, balki ma'noga, jilolarga muattar bo'ylarga to'la bo'lsin. Ona tili gulga o'xshaydi, ammo gul birovning qo'lida bir zumda so'lib qoladi. Boshqa birovning qo'lida esa yashnab, barq urib ochiladi. Kelinglar, har birimiz imkonimiz boricha ona tilimizni yashnataylik.